Hurmatli haydovchilar, agarda siz mashinangizni haydab ketayotgan vaqtingizda dan xodimi sizni to'xtatsa, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim 5 ta huquqingiz. Birinchi huquqingiz, dan xodimi sizni to'xtatgan vaqtda o'zini tanishtirishi va nima sababdan to'xtatayotganligini talab qilish huquqingiz bor. Ikkinchi huquqingiz, agarda body kamerasiz o'z xizmatini olib borayotgan dan xodimiga hech qanaqangi hujjat taqdim qilmaslik huquqingiz bor. Uchinchi huquqingiz, siz dan xodimi bilan o'rtada bo'ladigan munosabatingizni o'zingizga tegishli bo'lgan audio, video yoki shunga o'xshaydigan qayd etish moslamalarida qayd etib borish huquqingiz bor. To'rtinchi huquqingiz, aynan siz qoidabuzarlik sodir etgan moslama haqida ma'lumot olishingiz. Ya'ni siz qanday holatda qoidabuzarlik qayd etdingiz va bu qanday rasmiylashtirilgan. Bu haqida bilish huquqingiz bor. Va beshinchi eng muhim bo'lgan huquqlaringizdan biri, sizga nisbatan rasmiylashtirilgan protokoldan nusxa olishingiz. Xohlang rasmga tushirib